Assalomu alaykum askabchilar, assalomualaikum. Xo'sh, GL katalizatorni yechganmiz akalar. Qozog'istonlik mehmonlarimiz bizani YouTube orqali kuzatgan. O'zlarida usta topolmagan katalizator zamonga menimcha. Shu o'zlarining aytishicha bizga kelgan ekan. Biz bularni katalizatorlarni yechib, ichiga yangi katalizator qo'yib bermoqchimiz. Xullas kalom akalar, Mersmi, BMWmi, yengil mashinalarning qanaqasi, og'ir mashinalarning qanaqasi farqi yo'q. Любой mashinaga katalizatorlarni yasab perdelga qilib beramiz. Topilmaydigan o'zinikini topilmaydigan taqdirda ham perdelga qilib yasab berish yo'li qo'yilgan. Undan tashqari yangi katalizatorlar любой mashinaga topiladi. Подпискаlarga отметкani kuzatinglar, olinmaslik aloqaga chiqinglar. Suv bachoklari yorilib ketgan. Suv bachokga yamashadi, benzinosos prokladkasi mamchik qo'yib yuboryapti, chunki benzinni hidi anqib yuribdi. Buni ham bartaraf qilamiz. Mabodo benzinlarda bak teshilgan, bak tagiga tosh teshilgan, yirtilgan holatlar bo'lsa ham kuzatilsa, undan ham remont qilib